Muxtoralining xotin kishi bilan olishishdan boshqa ishi yo'q. Domlani ahvoli astag'firulloh, astag'firulloh. Allohga, farishtalarga, kitoblarga, qiyomatga bo'lgan iymonni bor deb ko'rsataveradi, lekin aslida qalbida bu narsaga ishonmaydi. Birinchi bo'lib menimcha mana shu domla to'zoqqa tushadi bor. Namoz o'qishi ham mumkin, roza tutishi ham mumkin. Musulmonlarning orasida yurganda uni islomiy surati bor bo'lishi ham mumkin. Domlani aytganini qilgin, qilganini qilmagin deyshadi-ku. Ayniqsa shu okaga tegishli. Maviza eshitishni xohlamaydi. Ma'ruza eshitishni xohlamaydi. Agar dindan, hadisdan, oyatdan gapiradigan bo'lsangiz, qo'y bu gaplarda deydi. Anchadan beri shapaloqdan yemagan-da-ku, anchadan beri. Menimcha yana kirib ketmoqchi. Oka, meni gapirmasin. Aytib qo'yinglar. Mana do'stlar akamizni uyini bor qilyapmiz. Xudoga bityapti. Akam ham kurtab. Xudo oladi tuyada to'ylarni qiladi. Mana ustalarni chilayapti. Alloh rozi bo'lsin ustalardan ham. Bitta gapimni ikkita qilmaydilar. Xudo oladi jannatdagi uyimizni o'nglayapti jigarlarim. Akamizni tepami. Yaptimi baxtiyaniki? Alloh rozi bo'lsin akamizdan. Muxtoralining xotin kishi bilan olishishdan boshqa ishi yo'q. Domlani ahvoli astag'firulloh, astag'firulloh. Birinchi bo'lib menimcha mana shu domla to'zoqqa tushadi bor. Domlani aytganini qilgin, qilganini qilmagin deyshadi-ku. Ayniqsa shu okaga tegishli. Anchadan beri shapaloqdan yemagan-da-ku, anchadan beri. Menimcha yana kirib ketmoqchi. Oka, meni gapirmasin. Aytib qo'yinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Musulmon odamga, mo'min odamga yetishi mumkin bo'lgan juda ham bir xatarli kasallik bor. Bu kasallik haqida har bitta mo'min xabardor bo'lishligi shart. Bu kasallikning nomi nifoq, munofiqlik. Bu kasaldan hech qaysi mo'min xotirjam bo'lishi mumkin emas. Chunki tirikligida Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tillaridan eshitgan Umar ibn Xattob o'zini jannati ekanligini, tirikligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitgan sahoba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etib ketganlaridan keyin Huzayfa roziyallohu anhudan so'radi. Huzayfa roziyallohu anhuga Rasululloh Madinadagi munofiqlarni nomma-nom aytib tanishtirgandilar. Shularni qarab yur deb buyurgandilar. Mana endi Umar ibn Xattob kelib so'rayapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni munofiqlar qatorida sanaganlarmi? Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasululloh omonat deb aytgan. Huzayfa roziyallohu anhu omonatdor inson bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh bu sahobasiga aytganlar. Munofiqlarning kimligini Abu Bakr Siddiqqa, Umar ibn Xattobga, Ali ibn Abi Tolibga emas, mana shu sahobasiga aytganlar. Chunki omonatdor odam bo'lgan. Huzayfa roziyallohu anhu yo'q dedi. Endi ular haqida, munofiqlar haqida Rasululloh aytgan so'zni sizdan boshqasiga aytmayman dedi. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'radi, javob berdi va o'zi aytayapti. Allohning nomini o'rtaga qo'yib aytaman, bundan keyin hech kimga aytmayman munofiqlar haqida dedi. Umar Odil, Umar al-Faruq radhiyallohu anhu munofiqlikdan qo'rqib savol so'ragani siz bilan bizga bu kasallik, bu mavzu qanchalar muhim ekanligiga yetarli dalil bo'ladi. Hech kim o'zini qalbida nifoq bor deb bilmaydi. Hammamiz o'zimizni bu nifoqdan omonmiz. Bizi qalbimizda unaqa munofiqlik degan narsa yo'q deb aniq ishonamiz. Lekin Hasan Basriyning so'ziga quloq solaylik-da. Ma aminan nifaqa illa munafiqun. Nifoqdan faqatgina munofiq inson xotirjam bo'ladi. Va ma xafan nifaqa illa mu'min. Munofiqlikdan, munofiq bo'lib qolishlikdan faqatgina mo'min odam qo'rqib turadi. Faqat mo'min xavotir olib turadi. Tushunarlimi? Menda munofiqlik yo'q deyapsizmi? O'sha nifoq shu. Munofiqlikdan qo'rqmayapsizmi? Mana shuni o'zi nifoq borligiga belgi emasmi? Hasan Basri aytayaptiki, faqat munofiq xotirjam bo'ladi. Men munofiq emasman deb o'ylaydi.
Endi munofiqlikdan qo'rqadigan odam haqiqiy mo'min odam bo'ladi. Menda yo'qmikin shu kasal? Kelinglar shu kasalni ko'rib chiqamiz. Bu nihoyatda bir xatarli mavzu, shuning uchun har bitta mo'min bu narsadan xabardor bo'lishi kerak. Nifoq insonni qalbini quritadigan amal. Bu nima degani? Bu nifoq shunaqa kasallikki, bandani qalbiga kirib qolgan bo'lishi mumkin, ammo buni sezmaydi. Qalbida, nafsida yurgan bo'ladi-yu, ammo buni bilmaydi. Ehtimol nifoqdan qo'rqmayotgan odam munofiq bo'lib bo'lgandir, ammo buni sezmaydi. Chunki nifoq birodarlar odamlarga bilinmaydigan maxfiy narsa. Nifoq qalb kasalligi. Shuning uchun ukalar, u munofiq devorgani tilimiz polvon bo'lmasin. Chunki nifoq qalb kasali, buni birov ko'rmaydi. Ha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, munofiqning alomati 4 ta. Yolg'on gapiradi, va'dasiga vafo qilmaydi, omonatga xiyonat qiladi, urushib qolsa ochiq dushmanchilikka o'tadi. Ha, biz aytamiz, mana shu munofiqlikning alomati. Kimda shundan bitta sifat bo'lsa, to'rala sifatdan. Demak, munofiqlikdan bir qismi bor. Biz shu hadisga tayyorlanib aytishimiz mumkin, lekin qalbini Alloh biladi uni. U kofir degani shoshilmaylar deyapman-ku. Endi munofiq deb olganda ham shoshilmaylik. Chunki qalb kasalini birodarlar siz bilan biz ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz. Biz aytaylik, munofiqlikning bir belgisi bor bu odamda. Ahdida turmaydi, yolg'on gapiradi, xiyonat qiladi omonatga. Deng, lekin munofiq deb hukm qilmang. U seni ishing emas uni munofiq deb hukm qilishlik. Sen belgisi bor deb aytishga haqqing bor. Agar birodarlar biz iymonimizni salomatligi haqida, Robbimizning huzuridagi makonatimiz haqida g'amimiz bor bo'lsa, agar qiyomatdan qo'rqsak, agar amallarimizni habada bo'lib ketishdan qo'rqsak, o'zimizni solih deb bilsak-ku, ammo haqiqatda buni teskarisi bo'lib qolishidan qo'rqsak, mana shu darsga diqqat bilan quloq solaylik. Munofiqlik. Nifoqning turlari. Nifoq 2 xil bo'ladi deydi ulamolar. Katta nifoq va kichik nifoq. Katta nifoq. Nifoqning bu turi, katta turi insonni jahannamda abadiy qolib ketishiga sabab bo'ladi. Astagfirullah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar va lan tajida lahum nasira. Albatta munofiqlar do'zaxning eng tuban joyida bo'lurlar va ular uchun biror madadkor topa olmassiz. Munofiqlar kofirlardan ham, mushriklardan ham, majusiylardan ham, hatto ateistlardan ham pastroq joyda turadi. Jahannamning eng tubida turadi. Munofiq odam namoz o'qishi ham mumkin, roza tutishi ham mumkin. Musulmonlarning orasida yurganda uni islomiy surati bor bo'lishi ham mumkin. Munofiq garchi zohirida o'zini musulmon qilib ko'rsatayotgan bo'lsa ham, Allohga, farishtalarga, kitoblarga, qiyomatga bo'lgan iymonni bor deb ko'rsataveradi, lekin aslida qalbida bu narsaga ishonmaydi. Ichida yo'q narsani tashqarisida bor qilib ko'rsatadi. Odamlar bunaqa munofiqlardan ogoh bo'lish uchun Alloh taolo ularni sharmanda qilib, sirlarni fosh qilib qo'ygan. Yer yuzida yashayotgan odamlar 3 xil bo'ladi biz uchun. Musulmon, kofir va munofiq. Musulmon, kofir va munofiq. Mana endi Qur'oni Karimdagi eng katta sura, Baqara surasini avvalgi 20 oyatiga murojaat qilamiz. Birinchi 20 ta oyatini o'qisak, nimani topamiz? Birinchi 5 ta oyatida Alloh taolo mu'minlar haqida gapiradi. Undan keyingi 2 ta oyatida kofirlar haqida gapiradi. 5 ta oyat mu'minlar haqida, 2 ta oyat kofirlar haqida. Endi undan keyingi 13 ta oyatda munofiqlarning xabari beriladi. Tushunyapsizlarmi? Qanchalar bu mavzu xatarli. Mu'minlar haqida agar alif lam mimni chiqarib olsangiz 4 ta oyat bo'ladi, uni qo'ysangiz 5 ta oyat. 2 ta oyat kofirlar haqida, qolgan 13 ta oyat munofiqlar haqida. Nima uchun? Bu nifoqning qanchalar xatarli ekanligini siz bilan biz his qilishimiz, bilishimiz uchun.
A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimunas solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Haq ekanligiga hech qanday shak shubha bo'lmagan ushbu kitob g'oyibga ishonadigan, namozni to'kis ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qiladigan taqvoli kishilar uchun rahbar yo'lboshchidir. Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablik va bil axirati hum yuqinun. Ular sizga nozil qilingan va sizdan ilgari tushirilgan narsalarga iymon keltiradilar va oxirat kuniga aniq ishonadilar. Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Parvardigorlari tarafidan hidoyat topganlar ana o'shalardir va najot topuvchilar ham ularning o'zidir. Birinchi 5 ta oyatda musulmonlar, mu'minlar haqida gap ketdi. Endi 2 ta oyat undan keyingi 6-7-oyat. Astagfirullah. Innal ladina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Kufr yo'lini tutgan kimsalar esa xoh Allohning azobidan qo'rqiting, xoh qo'rqitmang, ularga barobardir, iymon keltirmaydilar. Xatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim g'ishawatun va lahum azabun azim. Alloh ularning dillarini va quloqlarini muhrlab qo'ygan, ko'zlarini esa parda qoplab qolgan, ular uchun buyuk azob bordir. Bo'ldi. Bu 2 ta oyatda kofirlar haqida gap ketdi. Endi undan keyin kelgan 13 ta oyatda munofiqlarni Alloh taolo sharmandasini chiqardi. Munofiqlarning xabarini berdi. Biz hadisda aytilgan 4 ta belgisini bilyapmiz. Munofiqni yolg'on gapiradi, va'dasiga vafo qilmaydi, omonatga xiyonat qiladi, iza xosama fajara, urush bo'lsa ochiq dushmanlikka o'tadi. Lekin birodarlar 13 ga yaqin sifat ketadi mana shu oyatlarda. Xabarimiz bormi? Ehtimol mana shu 13 ta sifatdan siz bilan bizda ham bordir bittasi. Hasan Basri aytayapti-ku, munofiq bo'lib qolishidan, nifoqdan faqat munofiq qo'rqmaydi. Agar chinakam mo'min bo'lsa, doim xavotirda turadi. Menda ham yo'qmikin shu sifatdan deb. Mana endi munofiqlar haqidagi oyatni o'qiymiz birodarlar. Dunyodagi odamlarni 3 ga bo'ldik. Mo'minlar, kofirlar, munofiqlar. Mo'minning ishi oson. U mo'min tamom, mustaqim, aqidasi bor, amali bor, ixlosi bor, taqvosi bor. Kofirning ishi ham oson. Kofir odam o'zini kofirligini yashirmaydi va undan uyalmaydi. Qilayotgan xatti-harakatlarini berkitmaydi. Uni kofirligi aniq, ravshan. Hech narsani berkitmaydi. Ichi ham tashi ham bir xil uni. Mo'min bilan kofirni tanib olishlik oson ekan birodarlar. Ammo 3-toifa munofiqning ishi juda ham qiyin. Chunki u ichida, qalbida, nafsida bo'lmagan narsani tashida bor qilib ko'rsatadi. U tashida bor qilib ko'rsatayotgan narsa qalbida bo'lmaydi. Iymonli bo'lib ko'rinadi, lekin qalbida zarracha ham iymon bo'lmaydi. Eng xatarli odam munofiq odam bo'ladi. 13 ta oyatda munofiqlarning zikri keldi. Nima uchun? Ularning ko'pligi uchun, xatarini qattiqligi uchun, fitnalarning ko'pligi uchun, islom va musulmonlarga adovatini qattiqligi uchun. Islom uchun tashqarida dushmanlik qilayotgan kofirlardan ko'ra musulmonlarning ichida yurgan munofiqlarning xatari, tahdidi qattiqroq bo'ladi. Chunki tashqarida turgan dushmanlar tashqaridan ishini qilsa, munofiqlar nima qiladi? Musulmonlarning ichidan turib mana shu zarbani berishga harakat qiladi. Shuning uchun islom uchun va musulmonlar uchun qanchadan qancha mag'lubiyatlarga ayni mana shu munofiqlar sabab bo'lishgan. Astagfirullah. Va idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Baqara surasida Alloh aytayapti, ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qiluvchilarmiz deyshadi. Aytayapmiz, ko'rinishi musulmon, isloh qilyapman deb o'ylaydi, o'zi aslida fasod tarqatayotgan bo'ladi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.
Ogoh bo'ling deydi Alloh taolo. Ular albatta buzg'unchilardir, lekin o'zlari buni sezmaydilar. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi, astagfirullah, yuriduna liyutfi'u nurallohi biafwahihim vallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ular ana shu munofiqlar Allohning nurini og'izlari bilan o'chirmoqchi bo'ladilar. Alloh esa garchi kofirlar istamasalar-da o'z nurini, ya'ni dinini to'la har tarafga yoyguvchidir. Ularni xatari, fitnasi kattaligi uchun 13 oyatda Alloh taolo ularni bayonini keltirdi. Mana endi munofiqlarning sifatlari haqida. Biz yuqorida aytgan hadisimizda 4 ta belgisini bildik. Endi undan tashqari qanaqa sifatlari bor? Munofiqning qanaqa belgisi bor? Qarab ko'ring, sizning ichingizda yo'qmi bu? Birinchisi, vahiydan yuz o'girishlik. Vahiy, Allohning kalomi Qur'on, musulmonlarning hayotidagi eng katta qalbini to'risini egallagan narsa. Munofiqlar esa Allohning kalomiga beparvoligini ko'rasiz. Ular Allohning so'ziga muvofiq yashamaydi, o'zlarining havoi nafsiga qarab kun kechiradi. Ular shariatni ko'rsatmasiga qarab ish qilmaydi, havoi nafsi o'zining foydasiga qarab turib ish qiladi. Baraka qildi, sotdi mashinani 10 mingga. Indinga pulni olib keladi. Baraka bo'ldi. Inding bo'lmasdan ertasi kuni bittasi keladida 1000 oshiqcha beraman, menga bering shuni deydi. Mo'min odam aytadi, men baraka qildim, harom bunday ish deydi. Kutib turing, agar indinga olib kelmasa, keyin beraman. Shu yerda shariat, Qur'on harom deyapti bu ishini, lekin havoi nafsi bo'laveradi deyapti. Shunda nima qiladi? Haligi 2 kundan keyin pul olib kelish kerak bo'lgan xaridorga telefon chaladi. Oshna, dadam, akam, xullas binasa deydida 1000 ko'proq foydasiga lafzini buzadi. O'sha odam soqoli bo'lishi mumkin, do'ppi yurgan bo'lishi mumkin, masjidga qatnayotgan bo'lishi mumkin, tasbih o'girayotgan bo'lishi mumkin. Lekin shu yerda Allohning kalomidan yuz o'girib qo'ymayapsizmi? Agar shunday qilayotgan bo'lsangiz, haligi pulingiz harom bo'ldi, qalbingizda nifoqda bir belgisi bor ekan. Bu nifoq shunaqa kasalki, qalbingizga kirib qolgan bo'lishi mumkin, siz bilmasligingiz, sezmasligingiz mumkin. Bular munofiqlar, Allohning kalomiga parvo qilishmaydi. Halol, haromga e'tibor qilishmaydi. Alloh taolo bular haqida aytadi. Astagfirullah. Fataqatta'u amrahum baynahum zubura. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. So'ng odamlar ishlarini, ya'ni dinlarini bo'laklarga bo'lib yubordilar. Har bir guruh o'z oldidagi narsa bilan xursanddirlar. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Har bitta to'da, har bitta guruh, har bitta jamoa, har bitta oqim o'zidagi narsa bilan xursand bo'lib yuraveradi. Bu munofiqlar o'zlarini islomdan uzoq bo'lgan fikri bilan, o'zlarini noto'g'ri e'tiqodlari bilan, o'zlarini buzuq tasavvurlar bilan yashashadi. Har bir guruh o'zidagi bor narsa bilan quvonib yashaydi. Demak, birinchi belgisi nima bo'ldi? Allohning kitobidan, vahiydan yuz o'giradi ular. Ikkinchisi, bir-birlariga yaltiroq, yolg'on so'zlarni aytadilar. Ya'ni qalbida mana shu nifoqni bir ko'rinishi bo'lgan odamlarning uyiga, qizlariga sovchi olib kelsa, birinchi navbatda dunyosiga qaraydi bunaqalar. Borib uy-joyini ko'rib kelinglar deydi. Kuyov bo'lmishdi, dini, axloqi, ta'lim, tarbiyasi, ilmi, amali u keyingi masala. Muhimi nima bo'lsin? Mahallasi chiroyli bo'lsin, uyi chiroyli bo'lsin. Bu munofiqlarni birlashtiradigan narsa ular Allohning kalomi bo'lgan Qur'ondan yuz o'girishi. Mana dunyosiga qaraydi dedik. Astagfirullah. Wala tankihul mushrikati hatta yu'min. To iymonga kelmagunlaricha mushrika ayollarga uylanmanglar. Shubhasiz, ozod mushrika ayoldan garchi u sizga yoqsa ham iymonli cho'ri yaxshi. To iymonga kelmagunicha mushrik erkaklarni qizlaringlarga uylamanglar musulmonlar. Shubhasiz ozod mushrikdan garchi u sizga yoqsa ham iymonli qul yaxshidir. Ulayka yad'una ilan nar.
Ular mushriklar do'zaxga chaqiradilar. Alloh o'z izni irodasi bilan jannatga da'vat qiladi va odamlar eslatma olishlari uchun o'z oyatlarini bayon qiladi. Shuning uchun birodarlar, munofiq odam agar uni qiziga xaridor bo'lib kelsa, xaridor bo'lgan tomonni dunyosiga qaraydi, uyiga qaraydi, undan ko'radigan orzu-havasiga qaraydi, diniga, taqvosiga, amaliga qaramaydi. Bu ham munofiqlikning belgilaridan bittasi bo'ladi. Baqara surasining avvalgi 5 ta oyatida mu'minlar haqida so'z ketdi. Keyingi 2 ta oyatida kofirlar haqida so'z ketdi. Undan keyingi 13 ta oyatida munofiqlar haqida so'z ketdi. Mu'minning ishi oson. U mu'min, ichi ham tashi ham bir. Qilayotgan amallari aniq, hayotdagi dasturi tayin. U bilan muomala qilish oson. Uni tanish ham oson. Kofir, u bilan muomala ham oson bo'ladi. Chunki u kofir, kufrini yashirmaydi, qilayotgan amallarni yashirmaydi, ichidagi tashida. U bilan muomala oson. Kofirni ham tanib olishing oson. Ammo munofiq bu katta muammo. Shuning uchun 5 ta oyatda mu'minlar haqida, 2 ta oyatda kofirlar haqida, qolgan 13 ta oyatda munofiqlar haqida so'z ketdi. Chunki munofiqlarning xatari juda ham katta va ular juda ham qattiq. Munofiqlarning sifatlaridan 3-inchisi ko'r, kar va soqov. Ular haqqa qaytishmaydi. Alloh taolo aytadi, istadbillah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ular kar, soqov, ko'rdirlar. Demak, yo'llaridan qaytmaydilar. Bunaqa munofiqlarning ko'zini Allohning oyatlari quvontirmaydi. Ularning ko'zini faqatgina dunyoni zeb-u ziynati quvontiradi. Yaltir-yultiri, hashami, boyligi, chiroyi. Allohning azamatiga dalolat qiladigan oyatlar uni ko'zini bir chetida bo'ladi. Mana shu ham uni munofiq ekanligiga dalil. Ular kar, ko'r, soqov. Demak, yo'llaridan qaytmaydi. Maviza eshitishni xohlamaydi. Ma'ruza eshitishni xohlamaydi. Agar dindan, hadisdan, oyatdan gapiradigan bo'lsangiz, qo'y bu gaplarni deydi. Tili, qulog'i faqatgina dunyo so'zlari bilan orom oladi. Bular ko'r, kar, soqov. Haqni tinglashga quloqi kar, haqni ko'rishga ko'zi ko'r, haqni zikr qilishlikka, Allohni zikr qilishlikka tili soqov. Tushunarlimi? Bunaqalar Allohga qaytmaydi. Bular qalbida shubha, shahvat shular bilan ovora bo'ladi. Ularning majlisdagi gaplar qanaqa? Falon bankka pul qo'ysangiz, mana buncha foyda bor ekan. Mana bankdan oladigan bo'lsangiz, protsenti nima ekan? Ozroq ekan. Bunga nima deysiz? Shunga o'xshagan shubhali narsalar bilan band bo'lib yuradi. Alloh taolo aytadi: "Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada." Ularning qalblarida maraz bor edi, kasallik bor edi. Bas Alloh ularning marazlarini, kasalliklarini yana ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yomonliklari sababli alamli azob bordir. Ularning qalbidagi bu maraz amallariga ham ko'chgan. Bularning amallari ham maraz bo'ladi, birodarlar. Maraziga maraz ziyoda bo'ladi. Demak, 3-chi sifati munofiqlarni kar, ko'r va soqov. 4-chi sifati riyo. Munofiqlarning alomatlaridan bittasi riyo. Mana shu narsa orqali uni tanib olsa bo'ladi. Imkon boricha qilayotgan bir yaxshi ishlarini ko'z-ko'z qilishlikni, maqtanishlikni xohlaydi. Xo'ja ko'rsin, 200lamachilik, ichi boshqa bo'lishi, tashi boshqa bo'lishi. Bunaqa munofiqlar yoki shu munofiqlikning bir belgisi bor bo'lgan odamlarda oldida qiladigan ibodati bir turli bo'ladi. Yolg'iz qolgan paytda, uyda qolgan paytda qiladigan ibodati bir turli bo'ladi. Tushunarlimi? Mavqifi, pozitsiyasi riyo. Ixlos juda ham qiyin bular uchun. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Innal munafiqina yukhadi'unalloha va huwa khadi'uhum. Allohning roziligini istab qilinadigan ishni bir banda qilib, odamlarni muhabbatini istayotgan bo'lsa, bu odam Allohni aldamoqchi bo'layotgan bo'ladi. Masalan, namoz o'qishlikdan maqsad Allohning rizosi. Roza tutishdan maqsad Alloh taoloning roziligi. Bu amallar Alloh uchun qilinishi kerak. Ammo munofiqlar mana shu amallarni qiladi,
maqsad Alloh emas. Odamlarning ko'zi, odamlarning hurmati. Demak, bu odam Allohni aldamoqchi bo'lyapti. Robbimiz nima deyapti bunaqalar haqida? Albatta munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Holbuki Alloh ularni aldab qo'yuvchidir. Va idza qamu ila solati qamu kusala. Yura'una an-nas va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Mana shu narsaga ko'proq to'xtaymiz endi bugun. Munofiqlarning sifatlaridan mana shu oyatda 3 tasi aytilyapti. Birinchisi namozga yalqov. Idza qamu ila solati qamu kusala. Peshin bo'ldimi? Bomdod bo'ldimi? Bo'ladimi? O'zingizdan istang buni. Namozga yalqovlik bilan turadi. Ikkinchisi riyo qiladi, xo'ja ko'rsinga, odamlar bilsinga qiladi. Uchinchisi Allohni kamdan kam zikr qiladi. Zikrni ko'p qilmaydi bu odam. Chunki bu amallar unga og'ir bo'ladi. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar. Kim zikrni ko'p qilayotgan bo'lsa, doim tili zikrda bo'lsa, bu odam nifoqdan omonda bo'ladi. Biz mana shu 3 ta sifatni o'zimizdan qidirib ko'raylik. Qaysilarida? Birinchisi, namozga yalqonlik bilan turadi, 1. Xo'ja ko'rsinga amal qiladi, 2 va Allohni ko'p zikr qilmaydi. Birodarlar, zikrni ko'p qilayotganligimiz siz bilan bizni nifoqdan omon bo'lishimizga sabab bo'ladi. Avvalgi zikr darsimizda aytib o'tdik. Seni zikring banda. Sen Allohni zikr qilishing ikkita zikr o'rtasida turadi. Sen Allohni zikr qilding, undan avval zikr bor, undan keyin zikr bor. Bu Allohning zikri. Ya'ni avval seni Alloh zikr qilib eslasa, keyin eslay olasan Allohni. Keyin zikr qila olasan Allohni. Endi Allohni eslaganingdan keyin Alloh seni yana eslaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, Robbisidan hadis qudusiyda, kim meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman deyapti. Sen Allohni zikr qilishing bilan Alloh seni zikr qilishini o'rtasida bilasanmi, qanaqa katta farq bor? Kim meni dedi Alloh taolo bir majlisda zikr qilsa, men uni bularning majlisidan ulug'roq majlisda zikr qilaman deydi. Farishtalarning ichida. Birovga Alloh taolo dunyo bersa, sizda yo'q bo'lsa qarab turib ozgina alam qiladi. Insonmizda. Menga ham bersa edi. Birovga dunyo berdi, birovga mansab berdi, birovga farzand berdi. Qo'yingki, dunyo matohidan bir narsa bersa va u narsa sizda yo'q bo'lsa, alam qiladi ba'zida. Qarshi emassiz, taqdirga norozi emassiz, lekin baribir bermadi-da, menga ham deb ozgina alam qilib qoladi. Endi siz Allohni zikr qilmayotganligingiz nimani belgisi ekan? Alloh sizni eslamayotganligini belgisi ekan. Alam qilmaydimi? Biz qachon Allohni zikr qilamiz ekan? Qachon subhanalloh, qachon astag'firulloh, qachon la ilaha illalloh deymiz ekan? Alloh bizni eslagan bo'lsa. Bu oyatda munofiqlarning alomatlaridan 3 tasi aytildi. Namozga yalqov, riyo uchun ish qiladi va Allohni kamdan kam zikr qiladi. Mana endi birodarlar, Ramazon keldi. Ana shu osiy jinlar, shaytonlar zanjirband qilindi, bizni zikrdan to'sadigan. Endi zanjirband bo'lgandan keyin ham bu shaytonlar yana zikrga tilimiz ketmayotganligi nimani belgisi ekan? Birodarlar, nifoqning belgilaridan bittasi. Agar zikr bizni tilimizda doim bo'lmasa, zikrdan uzoq g'ofil bo'lsak, bizi ham qalbimizda munofiqlikdan bir shingil bor ekan. Munofiqlikning bitta alomati bor ekan bizi qalbimizda. Alam qilsin, zikr qilmayotganlar. Demak, 4-sifati munofiqlar riyo uchun amal qiladi. Riyo uchun amal qiladi. Ikkita tilamchi o'tiribdi. Motivator qilib yozib qo'yibdi surat. Ma'nosi bor surat. Hamma chop tomondagi tilamchiga pul beryapti, o'ng tomondagi tilamchiga hech kim pul bermayapti. O'tiribdi ikki oyam shlyapasini qo'yib. Nimaga chop tomondagiga hamma beryapti? O'sha o'tirgan tomonga qaragan kamera bor ekan. Agar bir savobli ish qilgan bo'lsak,
Allohdan boshqa hech kim bilmagan bo'lsa, shu amalingizdan umid qiling. Bitta shu amalingiz Allohning rahmatiga sazovor bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Umid qiling. Hech kim bilmadi. Unaqa katta ish qilib qo'ysangiz, hech kim bilmasa, alam qilayotgan bo'lsa, munofiqlikdan bir chimdim bor. 5-sifati. Sarsonlik va hayronlik. Munofiqlar o'zlarini kimlar bilan birga ekanligini aniq bilmaydi. Ular bilanmi, bular bilanmi? Yomonlar bilanmi, yaxshilar bilanmi? Ibodatdagilar bilanmi yoki kayf safodagilar bilanmi? O'zlari ham bilmaydi. Bir joyda qaror topmaydi. Bir odam bor ki agar u haqiqiy mu'minlar bilan birga o'tirsa, qalbiga bularning majlisi yoqaveradi. Mu'minlarning majlisi qalbiga yoqaveradi. Endi kofirlar bilan gunoh, ma'siyat majlislarida o'tirib qolsa, bu majlis ham yoqaveradi. Mana shu munofiqlikning bitta belgisi. Fosiq, fojirlarning suhbati ham unga yoqaveradi. Bunaqa odam kim bo'ladi? Bunaqa odam munofiq bo'ladi. Chunki inson chinakamiga mu'min bo'lsa va qalbida nifoq degan sifat bo'lmasa, fisq, fujur majlislar unga yoqishi mumkin emas. Tushunarlimi? Aroq bormi, sekin turib chiqib ketadi. Erkak xotin aralashgan ma'siyat majlisimi u yerda o'tira olmaydi u. Chunki iymon u yerda o'tirishiga yo'l qo'ymaydi. Kofir fojirlarning fe'l-atvori, gap so'zlari mu'min kishiga yoqishi mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa bir joyda qaror topa olmaydigan munofiqlar haqida nima deganlar? Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu shunday deydi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mathalul munafiqi kamathalish shatil a'irati baynal g'anamayni. Rasululloh aytdilar, munofiqning misoli ikkita soliq qo'yni o'rtasida hayron qo'ziga o'xshaydi. Ta'iru ila hadihi marratan va ila hadihi marratan. Bir safar unisini yoniga keladi, bir safar bunisini yoniga keladi. Bir qo'zini tasavvur qiling, ikkita soliq qo'yni bittasini oldida qaror topmaydi. U yoqqa ham yuguraveradi, bu yoqqa ham yuguraveradi. Qaysinisini oldi qolishini bilmasdan sarson bo'lib ketadi. Munofiqni payg'ambarimiz mana shu qo'ziga o'xshatyaptilar. Astagfirullah. Muzabzabin bayna zalika la ilaha ulai va la ilaha ula va man yuzlilillahu falan tajida lahu sabila. Ular munofiqlar na u yoqlik va na bu yoqlik bo'lmay ikki orada sarson holda qolganlar. Kimniki Alloh yo'ldan ozdirsa, siz unga biron yo'l topib bera olmassiz. Niso surasi. Mo'min odamning pozitsiyasi aniq. Ona kafega bormaydi. Nimaga? U yerda aroq sotiladi. Ikkilanmaydi u. Borsammi, bormasammi demaydi. U aniq pozitsiyasi, mavqifi bor. Ammo munofiq bo'lsa nima qilar ekan? O'zini musulmon deb biladi, ammo oilasini qarasangiz, islomda asari bo'lmaydi. Bunaqa munofiq odamlar er xotin aralashib, er xotin qo'ltiqlashib, har qanaqa majlisga kirib ketaveradi. Agar chinakam musulmon deb bo'lsa, bunaqa joylar musulmonlar o'tiradigan joy emasligini bilishligi kerak. Demak, 5-alomati munofiqlar bir joyda qaror topa olmaydi. Ikkala tarafga ham o'ynayveradi. Munofiqlarning sifatlaridan 6-si musulmonlarga yomonlik yetishiga ko'z tikib turadi. O'zini musulmon deb biladi, lekin musulmonlarga zarar yetsa, shuni ko'rib quvonadi. Yaxshilik yetsa musulmonlarga, biz birodarmiz, sizlar bilan birgamiz, mo'minmiz, biz sizlarga yordamchi bo'ldik deb qasam ichishadi. Ammo vaziyat musulmonlarning zarariga yurib qoladigan bo'lsa, ana shu musulmonlarga zarar yetkazayotganlar tomonga qarab, biz sizlar bilanmiz, biz sizlarga do'stmiz deydi. Astagfirullah. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minalloh qalu alam nakun ma'akum. Ular deydi Alloh taolo, ya'ni munofiqlar, sizlarga ko'z tikib turadilar. Agar sizlarga Alloh tomonidan fathu zafar bo'lsa, biz ham sizlar bilan bir dindamiz-ku deydilar. Va in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaykum va namna'akum minal mu'minin deyshadi.
Agar g'alaba kofirlarga nasib bo'lsa, biz sizlardan ustun bo'lgan va sizlarni mu'minlardan himoya qilgan emasmidik deyshadi. Hozir aytyapmiz-ku, shamol qaysi tomonga esadigan bo'lsa, o'sha tomonga og'averadi. O'zini prinsipi bo'lmaydi bunaqa odamning. Alloh taolo nima deydi? Fallohu yahkumu baynakum yawmal qiyama va lan yaj'alallohu lil kafirina alal mu'minina sabila. Endi qiyomat kunida Alloh o'rtalaringda hakamlik qilur va Alloh hargiz kofirlar uchun mu'minlar ustiga yo'l bermagan. Doim munofiqlar kuchlilar tarafida turadi, doim g'oliblar tarafida turib oladi. Mana shu munofiqlarning ko'zga ko'ringan sifatlaridan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.